Mana bo'ldi. Shu meni yerto'lam. Xo'sh. Yaxshi, ajoyib yerto'la. Hammayoq sochli yotibdi albatta, chunki bomjmiz. Yaxshi, xo'sh. Axlat bo'laklari unchalik ham yomon emas, yashasa bo'ladi. Bu yerda bunda nimalar bor? Ichimlik. Mana bu menga hozir xalaqit qilmagan bo'lardi. Hozir qarshimasana? Mana buni olib tursam. Yo'q, ichma. Hech nima qilmaydi. Bo'ldi. Ajoyib. Xo'sh. Yana nimalar bor ekan bu yerda? Narsalaringga tegma. Ko'raylikchi. Xo'sh. Bu qizil shton yigitda axir bu menga velosiped sotgan yigit-ku. Taniysanmi buni? Shu meni akam bo'ladi. Akang? Shoshma. Shoshma. Akang bo'lsa, demak, sen kasalmisan? Nima? Yo'q. Menga akang shunday degandi. Nima degandi senga? Singlim kasal, pul kerak degani uchun yordam bergandim. Yana ichimliklar, boshqa ichimlik yo'q ekan. Indamay beraverdingmi? Men yaxshi odamman. Mana shu yigit menga velosiped sotgandi. Keyin u velosiped o'g'irlangan bo'lib chiqdi. U shunaqa hammani aldaydi. Demak, mani tushirgan iflos. Unaqa dema. Xo'p, lekin menga shuncha pul berib yuborgandim. Jin ursin. Axir uncha pulga. Yomon bo'lsa ham akam u. Xo'p, mayli. Eshikni oching, politsiya. Stop. Hech kim bilmaydi deganding-ku. Ha, bilmadim. Qayerdan kelishdi? Eshikni ochasizlarmi, yo'qmi? Shu yerdaligingizda bilamiz. Jin ursin. Ha, hech kim bilmasdi. Mana bu muammo. Mana bu eshik qayerga boradi? Boshqa yerto'laga, ammo qorong'i. Qorong'i bo'lsa, bu muammo emas. Mana bu yerda, mana. Bir. Jin ursin, bo'la qol. Narsalarimni olay hozir. Ochasizlarmi, yo'qmi? Hozir hammasini yoritamiz. Mana. Tushunarli, bu yerda hech nima. Xo'sh, mana buni olaman va do'stlar, bir narsa qilishimiz kerak. Mana buni yopaman va bunday qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Qoqilib tushsin. Yaxshi. Bu yoqqa qo'yamiz. Qayoqqa? Tepada ochish kerak. Tushundim. Hozir harakat qilaman. Menda hatto kirka ham bor. Har doim kirka olib yurasanmi? Yo'q, shunchaki. Tushunarli. Bo'la qol. Chiq, sen navbatingga hozir yordam beraman, bo'ldi. Mana. Tez. Jin ursin. Aytgancha pullarimni qaytarib berasan-a? Yo'q. Axir meni qutqara olmading. Ular kelgani meni aybim emas. Xo'p, mayli. Xo'sh, yana yo'q, yaxshisi ichmayman, yaxshisi konserva yeb olaman. Ovqatlanishga topsam, vaqtingni qara. Och qoringa kalam ishlamaydi. Xo'sh, bu yerda politsiya yo'q. Qayoqqa ketyapmiz? Bomjlar yig'iladigan joyga, sotuvchining yoniga. Xo'sh, politsiya uchastkasi yonidan tezgina o'tib ketishimiz kerak, ehtiyotlik bilan. Yana ozgina o'tsak bo'ldi, o'tib oldik. Ajoyib do'stlar. Qani, qolib ketibdi. Kel, tezroq. Yuguryapman, iloji boricha. Hozir bomjlarni qarorgohiga boramiz va ko'ramiz u yerda shtabda nimalar bo'lyapti ekan, nima gaplar. Balki ular ketib bo'lishgandir yoki tutib ketishgandir. Yana kim biladi. Xo'sh, yaxshi. Bu yerdan o'tamiz. Xo'sh. Kelyapsan. Jin ursin, yana qolib ketibdi. Qani? Kelyapti. Tezroq, yugur. Yuguryapman. Bo'ldi. Do'stlar, ishqilib bu yerdagi bomjlar yaxshi bo'lishsin. Hammasi joyidami? Mana hozir ko'ramiz. Xo'sh. Hech kim yo'q. Stop. Menimcha narsalar turganiga qaraganda yoki ularni olib ketishgan, yoki do'stlar, ular o'zlari qochib ketishgan. Narsalarni turganiga qaraganda ular qutilarni ko'rchi? olib ketishgan. Yo'q, ularni ochish kerak. Olov ham o'chirilgan, tushunarli. Aytgancha, bilasanmi? Qo'y, akangni topishga yordam berishim mumkin, chunki akang ko'p pulimni olib ketdi. Qanday topasan? Politsiyachilarning kattasi, ya'ni shef meni tanishim bo'ladi. So'rasam menimcha yo'q demaydi. Akang haqidagi ma'lumotlarni. Keyinchi?
Ular bilsa kerak, chunki akang o'g'ri, tutib olishgandir balki. Yomonlama. Ha. Akang faqatgina sen uchun shunaqangi ajoyib farishta. Men uchun emas, chunki meni ko'p pulimni olib ketdi. Mana, menda hatto surati ham bor. Qaytarib ber rasmni. Yo'q, birinchi akangni topamiz, ana keyin uni o'shanda qaytarib beraman. Hozir bu yagona mendagi nima akangga yo'naltiradigan narsa yana qolib ketdi. Qochib ketdi. Yo'q, bu yoqqa, xonim, qayoqqa ketyapsiz? Seni Men bu qidiryapman. tarafda. Xullas, hozir politsiyaga boraman, shu rasmni ko'rsataman va bilib olaman ma'lumotlarni. Keyin uni biror yerda qamoqxonada borsa, ortidan qidirib boraman va pullarimni talab qilaman. Agar ola olmasam, o'zing to'laysan. Do'stlar, ancha-muncha pulim ketdi lekin. Mayli, hozir mana shu yerga kirishing. Yugur, qolib ketaverma. Xo'p. Xo'sh, mana kir shu Nima yoqqa. bu? Bu meni uyim. Shu yerda yashaysanmi? Men ham senga o'xshagan, qolganlarga o'xshagan bomjman. Shunchaki bir kungina omadim kelib qoldi. Bo'li, shu yerda o'tir. Mana ichimlik. O'zingni o'zing mehmon qil. Bo'ldi. Do'stlar, hozir politsiyachilarning yoniga boramiz. Umid qilamanki, meni tutib olishmaydi. Xo'sh, mayli. Ketdik do'stlar. Ajoyib. Politsiya uchastkasi. Bu yerda ko'p pul ishlab olish mumkin edi. Shef joyida yaxshi. 1 2 3 ketdi. Janob shef. Derb, qaytib keldingmi? Ishga o'tasanmi? Yo'q, ishga o'tmayman. Shunchaki ishlaringiz qanday ketyapti, bomjlarni tutish? Yaxshi ketyapti. Xullas, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim va yana kiyimlarimni olib ketmoqchi edim. Nimaga? Axir bu kiyimni yura olmayman-ku. To'g'ri, qolib ketganmidi? Xullas, mana bu yigitni taniysiz, o'tgan safar velosipedni ozod qilgan. Ha. Uni biz qoldiqlarini topdik. Qanaqa qoldiqlar? Qanaqa qoldiqlar? Manyakni uyda, sen topgan manyakni. Demak, u o'lganmi? Nima edi? Yo'q, hech narsa. Shunchaki ma'lumot uchun rahmat. Unga bir ikkita ishlarim bor edi. Tanish edinglar, Albatta, shu xullas velosiped va boshqa voqealardan keyin biroz do'stlashgandik. Mayli, rahmat. Hech narsa, mayli, hozir kiyimimni almashtirib olay do'stlar. Bilasizlarmi? Hozir unga akasini o'lganini aytsam yoki ishonmaydi yoki biror bir ahmoqlik qiladi. Shuning uchun yaxshisi biror yerga ketgan deyman va mana bu yerdan qurol olib ketaman do'stlar. Chunki politsiyachilar meni do'stlarimni tutib ketishyapti va o'zimni va do'stlarimni himoya qilishimga to'g'ri keladi. Chinursin. Bo'ldi. Rahmat janob shef. Kelib tur. Xo'sh, bo'ldi. Do'stlar. Yomon xabar. Chinursin. Undan ko'ra qamalgan bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Xullas, akang uzoqqa ketgan ekan. Juda ham uzoqqa. Aynan qayerdaga? Shahar tashqarisiga bo'lsa kerak. Masalan, biror bir qishloqqa ketgan bo'lishi mumkin yoki shaharlashgan biror rayongami. Endi uni bilmadim. Nima qilasan endi? Men o'z hayotimni davom ettiraman, pul topishga harakat qilaman, chunki uy olishim kerak. Sen esa o'zingni hayotingni bilmadim, o'z hayot yo'lingdan davom etaverasan. Bo'ldi, ketishim mumkin. Qayerga ekan endi? Bilmadim. Akang bu yerda emasligini bilaman xolos. Menga bir stak pul berding. Shuni qaytarmoqchiman. O'zingda qolishi mumkin. Menda pul yetarli. Bir o'zim yashaymanmi? Shuncha kun qanchadan beri yashab yuribsan? Xuddi shunday yashab ketaverasan. O'rganib qolasan mustaqil hayotga. Harakat qilaman. Mayli, bo'pti. Omad, ketishing mumkin. Rahmat. Agar biror yordam kerak bo'lsa, meni shu yerdan topishing mumkin. Agar yangi yo'l olmasam albatta. Meni hazlarim yaxshi emas, bilaman. Sizlar bilan esa men Derman bo'ldim do'stlar. Tomosha uchun hammaga rahmat va bilasizlarmi, har doimgidek taqdir qarama-qarshiliklarga boy va yana bu safar ham omadimiz kelmadi. Mayli, umid qilamanki, kelasi safar hech bo'lmasa biror bir yaxshilik bo'ladi. Xayr.
Эти люди по нему когда не выливают улетит, а по мою руку лицом на его убьют. Дядя, слушай, мы не прикидываем по лицу, это году, что ты разом